Jonivor, endi maza qilasan. Eldab bo'lsa ham yegizdiradi o'sha yemishini, hashagini senga endi. Hurmatli obunachilar, mana hozir yana Nurobod tumanining Ulus qishlog'iga qarab ketyapmiz. Mashinamizda bitta drabilkamiz bor, oxirgisi xudo xolasa egasi bilan telefonlashdik, yetkazib olib borib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, akamiz bilan ham ko'rishib oldik. Orqasidan boryapmiz. Xudo xolasa menimcha yetib ham keldik shekilli. Hurmatli obunachilar, hozir 6,5 kilovatlik mis admotkalik drabilkamiz maxavik pichog'i bilan olib keldik. Hozir ishlatib chiqarib ko'rsatamiz. Aniqroq tekshirib beramiz. Kendi ketaklar böyle. Yanchi bo'ldi. Hurmatli obunachilar, samonimizni chiqarib maydaladik, samon shetkamiz qo'yilgan. Aka, qalay? Ko'ngildoda ishlab berdimi? Samonni hozircha chiqaryapmiz, zo'r. Gap yo'q. Tavsiya qilasizmi odamlarga? Ha, tavsiya qilamiz-da. Mana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. 6,5 kilovat medni motor maxavik pichoq bilan jihozlangan. Obunachilar, hozir yorma setkamizni qo'yib oldik, bug'doynikini. Akamizga bir bug'doyni ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Jonivor, endi maza qilasan. Eldab bo'lsa ham yegizdiradi o'sha yemishini, hashagini senga endi. Çok sal pastroqligini hisobiga оборот olishni sekinroq bo'lyapti. Ichiga bug'doy tashlab oldik. Mana hurmatli obunachilar. To'liq оборот olgandan keyin qo'shasiz aka. Bir 165 volt tok bor ekan. Ha, motorni betida ko'rsatib turadi. Ag'idan ko'ringmi? Motorning ekrani bor. Ko'rindimi? Ha, o'shani kamaydimi? Mana, hurmatli obunachilar, hozirgi drabilkamizdan chiqqan holati bu. Aka, shunga vaqt o'tkazdirmaylik desam, yo'q, bir ko'rsatib berasiz deb qo'ymadi odamlar. Abdurahmon, ko'rish kerak-da barabir. Gap yo'q aka. Maqtashim uchun ma'qulmi aka? Nima chiqaradi? Abdurahmon, Makka ham chiqaradimi? Ha? Makka. Makka, bug'doy, arpa hamma narsa chiqaradi aka. Hamma narsa chiqaradi. Ha, Makkani sotasi bor, pachetkasi bilan hali tepada turbachasidan tashaverasiz aka. Bitta-bitta. Qo'yingda turbachasi turibdi, postavkani ustida. Shuni ya Makkani mana suvarki mana deydi, ana. Chiqaradi aka. Shuni ochasiz, xuddi bug'doyda qilib chiqaraverasiz uni. O Makkani setkasi alohida kattaroq bo'ladi. Xullas, hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar.